Xo'p, endi davlat xarajatlarining ko'payishi, ya'ni mana shu yalpi talabni saqlab qolish va rag'batlantirish maqsadida davlat xarajatlarining ko'payishi birinchi navbatda soliq va yig'imlar ko'tarilishiga olib keladigan bo'lsa, ikkinchi monopol tariflar ko'tarilishiga, kommunal to'lovlar narxi oshishiga, energiya tashuvchilar, ya'ni energonosитель deymiz, energiya tashuvchilar narxi oshishiga, ortishga pul emissiyasiga olib keladi. Bularning bir-biri bilan bog'lanib ketib, bular yana bir-birini qimmatlashiga olib keladi. Masalan, soliq va yig'imlar energiya tashuvchilarni qimmatlashiga olib keladi. Sababi uning ichida soliq to'laydi ular kompaniyalar bo'lgandan keyin. Bir paytning o'zida soliq va yig'imlar kommunal to'lovlarni ham oshiradi. Monopol tariflar ko'tarilishi kommunal to'lovlarni ham oshiradi, energiya tashuvchilar qimmatlashini ham oshiradi. Bularning hammasi ishlab chiqarish xarajatlarini oshishiga olib keladi. Butun iqtisodiyotda ishlab chiqarish xarajatlarining oshishiga olib keladi. Bu esa hammasi birgalashib, qo'shilib, chatishib multiplikator effekti bor. Mana Rustam aka yaxshi biladi, iqtisodchilar, bular hammasi inflyatsiyaga olib keladi. Inflyatsiya esa yana aholining xarid qobiliyatini kamaytiradi. Ya'ni bu shunday narsaki, biz hozir bitta kommunal xizmatlar narxining oshishi misolida keltirdik. Bular hammasi bir-biridan bog'lanib, bir-birining ichiga minib, geometrik progressiyada, aritmetik emas, geometrik progressiyada narx-navoning qimmatlashiga va aholining xarid qobiliyati, daromadlilik darajasining pasayishiga olib kelaveradi. Endi boya aytib o'tdik, bizda kommunal xizmatlar tabiiy monopoliyalar tomonidan amalga oshiriladi. Mana demak 25-yil 1-yanvar holatiga Monopoliya qo'mitasi raqobatga qarshi raqobat ta'minlash qo'mitasining saytidan oldim. Mana respublika bo'yicha 89 ta korxona tabiiy monopoliya subyektlari sifatida ro'yxatga qo'yilgan. Shundan 15 tasi respublika miqyosidagi, shundan 11 tasi mana qora rangda beryapman. 11 tasi bu kommunal xizmatlarga aloqador subyektlar. Mana shu gaz, energiya, suv bilan bog'liq tashkilotlar. Ko'ryapsizlarmi? Endi bularni tabiiy monopoliya deb beryapti. Lekin bularni ko'p chiqish kerak. Bular hammasi ham tabiiy monopoliyami yoki bu sun'iy monopoliyalarmi? Nega bunchalik ko'p bular? Balki mana shularning ko'pligi. Endi mana shu kommunal, balki hozir mana spetsialistlar, mutaxassislar aytar, kommunal narxlarning shakllanishida aytilyapti. Mana kecha qarorda ko'zim tushib qoldi. Qazib olish, ishlab chiqarish, yetkazish, bir-biridan u transportirovka deydi. Va oxirida dividendlar deb qo'yapti. Dividendlar, ya'ni ular albatta mana shu kompaniyalar dividend ham olish kerak ekanda, dividend ham olish kerak. Yana uni ustiga boyaga aytgan soliqlar boshqalar qo'shiladi. Bular hammasini iste'molchilar qoplab berish kerak. Mana nima uchun qimmatlab ketyapti. Xo'p, endi xulosa qiladigan bo'lsak, ayrim qo'shtirnoq ichidagi liberal amaldorlar, buni qo'shtirnoq ichida deb aytamiz. Demak, liberal amaldorlar hozirgi iqtisodiy muammolarning yechimi barcha narxlarni, shu jumladan kommunal xizmatlar narxlarini erkinlashtirish deb kelmoqda. Bu meni fikrimcha noto'g'ri. Bu shunchaki hukumatning jamiyat oldidagi mas'uliyatdan qochishidir. Buning uchun oldin korrupsiya, yashirin iqtisodiyot va monopoliyalar cheklanishi lozim. Boya men konstitutsiyada bekorga moddalarni